Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana biz bugun Kattaqo'rg'on tumani Andoqsoy mahalla fuqarolig'ining Uzumzor qishlog'ida Hasanov Karim tog'aning xonadonidamiz. To'g'ri bu xonadon mana anchadan beri muloqotda bo'lib turibmiz. Sababchisi mana shu ukamiz Jamshidjon 2025-yil 19 fevral kuni mana 1,5 yilga yaqin bo'lyapti. Toshkent shahrida shu bir ehtiyotsizlik sabab qurishda ishlayotganda umurtqasini sindirib olgan. Mana shu natijasida qariyb 1,5 yildan beri to'shakda. Respublika bo'yicha desam adashmayman, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on bormagan shifokor qomat desam ham bo'ladi, aynan shu o'zini kasalligi bo'yicha. Umurtqada sinish bor va bugun falajlik bor. Faqat mana shu beldan quyi qismi ishlamaydi va bir umid uyg'ongan hozir yaqinda mana bir sabab bilan Hindistondan bir vrach bilan muloqotga kirishgan, tarjimonlar orqali albatta. Va o'sha muloqot natijasida mana shuncha bu yerda bilmadim buni 100 dan ziyod bo'lsa kerak. Tekshiruvlar, natijalar, xulosalar. Mana shu xulosalar, ma'lumotlar yuborilganda Hindistonga o'sha shifokorga, shifokor buni tuzatish mumkinligini bemalol oyoqqa turib, Xudo xolasa, avvalambor Alloh oyoqqa turg'izish qo'limizdan keladi degan yuqori foizlar bilan natijani aytgan. Faqat bu uchun $45,000 miqdoridagi mablag' kerakligi haqida aytgan. Endi 1,5 yildan beri kasallikni davolash g'amida yugurib yurgan oilada hozir bunaqangi summa yo'q. Mana har oylik Karim aka xarajatlari ham o'zi har oy ham yaxshigina bo'lyapti deyapti mana. Demak, bu mablag' yo'q hozir. Lekin qancha erta bo'lsa, davolanish shuncha yaxshi bo'ladi. Buni shifokorlar ham aytishyapti. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, mana Jamshidjon otasi, Karim aka, qishloqdoshlarimiz yaxshi taniydi, mana xolam. Umid bilan ko'pchilikni yordamiga har doim tayanib muvaffaqiyatga erishganmiz. Yordam qilinsa, mana shu 2002-yil bo'lsa 24 yoshli yigit. Oyoqqa turib ketsa, mana shu elda, xalqda xizmatida yurgan insonlar. Ya'ni mana shu xizmatda bo'lib, yurtimizda bir har doim yelkadosh bo'ladigan bir haqiqiy yigitlardan bo'lib, safimizga qo'shilib ketsa, bunda hammamiz xizmatimiz bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu savob qilaman degan, saxovatli ishlarni amalga oshiraman degan barcha yurtdoshlarimizdan qo'ldan kelgancha biz mana Karim akani o'zi bilan ham suhbatlashyapmiz. Kartalarni qo'ysak, qo'ldan kelgancha moddiy qo'llab-quvvatlasak, imkon qadar tezroq bo'lsa yana ham yaxshi. Chunki ertaroq muolajalar boshlansa, yana ham natijasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun umidimiz yurtdoshlarimizdan, ham qishloqlarimizdan yordam bersa, juda ham yaxshi bo'ladi. Hammaning e'tibori uchun rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, men bolam yotgani 1 yildan oshdi. Mana shu ahvol. Shunga yordam bersalaringiz. Bormagan yerimiz qolmadi, hamma yerni ko'rsatdik. Umidimizni ham uzgandik. Hindistondan doktorlar kelib umid uyg'otdi. Qo'llarimizdan kelganda yordam berishlarini so'rayman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad. O'ylama fursat bor oldinda hali, ulguraman dema ibodatga ham. Qazo dehqoni jon urar mahali, xirmoning bo'lmasin nadomat alam. Qazo dehqonining
o'rog'i og'ir. Balki bu sen uchun so'nggi kuningdir. Allohumma solli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli va sallim va barik ala habibina Muhammad. Shunga katta mablag' dedi, aytdik. Bizlarda hozir bu sharoit yo'q. Mablag'da $45,000 dedi. Nima deganda bolaga chep qo'yamiz dedi. Shuning uchun yordam berishlarini so'rayman. Meni bolamim Xudo xohlasa nasib bo'lsa yaxshilik qilsa, el xalqqa foydasi tegsin degan umiddaman. Shuning uchun sizlardan yordam qo'llaringizni cho'zishni so'rayman, iltimos qilaman. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu o'g'limni mana shu 1,5 yildan beri mana shunday bir ehtiyoj sharti yiqilib, umurtqa sanib, hozir to'shakda bo'lib qoldi. Shuni men o'z umidimiz qo'ygandik bizlar. Endi bu yurolmaydi deb. Shu yaqinda bir Hindistonda tug'ilib kelgan bir bolamni hangama qilib, shu doktorlar orqali gaplashdi, shu emas, hammasini yo'natganda ular tekshirish natijasida o'zlari O'zbekistonga ham keldi yaqinda. Yana bir tekshirib ko'rib, umid bor, bolani operatsiyaga yurgizamiz. Lekin buni katta xarajati bor deb, xarajat qilsa operatsiya bolada umid bor, yurgizib beramiz, xudo xolasa deb. Shular shunday bo'ldi. Endi yana umid qo'yganmiz bizlarda, agar qo'lingizdan kelsa shuni endi bizlar mana shu 1 yil mobaynida men shu bolani hamma yerga olib chopdim, tekshirdim O'zbekiston bo'yicha. Lekin uncha davosini topolmadik. Yana bir umid qo'ygandan sog'liq doktorlar bo'ladi, bolada natija yaxshi. Operatsiya shu $45,000 ketadi. Shu xarajatini qilsang bizlar yurgizib beramiz, xudo xolasa deb aytishyapti hozir. Shuni imkoniyat darajasida endi men hozirda endi mablag'im yetmay, shu mablag' tomon sizlarga bir iltimos qilyapman, yordam qilsangizlar. Assalomu alaykum qishloqdoshlar, akalar. Amalat yaxshimisizlar? Shu bo'lgan voqealar bo'lib turibsizlar, qo'ldan kelguncha yordam qilasizlar. Men ham shu Hindistonlarga borib yurib qaytay. Qo'ldan kelguncha xalqqa foydasi tegadigan bo'lib qo'yaman. Mendan qaytsa qaytar, qaytmasa Allohimdan qaytsin, hammalaringizga rozi bo'lsin Alloh. Sizlar qo'llaringizdan kelguncha Qo'lda boringni hargiz qisqonma. Qalbingdan riyolar zanjirlarini yech. Fursating borida haq yo'ldan tonma. Keyin kech bo'lmasin, bil o'shanda kech. Boring ham, yo'g'ing ham axir qo'lingda. Balki bu sen uchun so'nggi kuningdir. Allohumma solli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik ala habibina Muhammad. Allahumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli va sallim